Uzoq vaqt xastalanib yotgan kishiga shifokorlar endi sog'ayib ketishi imkonsiz ekani haqida aytishdi. Shunda u kishi batamom umidsizlanib, o'limini kuta boshladi. Bu holni ko'rgan do'stlari tog'u toshlarda yashovchi dong'i ketgan tabib huzuriga borib, umidsizlanib, xasta yotgan do'stini davolashni iltimos qildilar. Tabib bu iltimosni yerda qoldirmay bemor oldiga kelib, uni ko'rgach, "Sen albatta sog'ayib ketasan. Men seni davolayman. Faqat buning uchun o'zing ham harakat qilishing kerak. Sen muolajalaringni to'xtatma. Men senga tog'dan bir giyoh topib keltiraman. O'sha giyoh senga yordam beradi. Bu giyoh yordamida shu xastalikka chalingan ko'p bemorlar sog'ayib ketgan", dedi. Bemor tabib aytganlariga quloq tutib, davolanishda davom etdi. Bir haftadan so'ng tabib o'sha giyoh damlamasini bemorga keltirib berdi. Oradan vaqtlar o'tib, bemor sog'ayib ketdi. Shunda bu holni ko'rgan shifokorlar tabib huzuriga borib, "Sen sog'ayishi mushkul bo'lgan bemorni davolabsan. Bizga aytchi, unga qanday damlama ichirding? Biz ham bemorlarni davolashda sening usulingdan foydalanaylik. Unga nima berganding?" deyishibdi. Tabib bu so'zlarga shunday javob qaytaribdi: "Men unga sizlar bera olmagan narsani berdim, ya'ni umid va ishonchni. Agar sog' odam ham batamom umidsizlikka tushib qolsa, xastalanib, yiqilib qolishi hech gap emas. Agar inson biror narsaga erishmoqchi bo'lsa va erisha olishiga qattiq ishonsa, u albatta erishadi. Bemorga tayyorlab bergan damlamam esa oddiy choy va tol bargining aralashmasi edi, xolos. Qadrli obunachilarimiz, hech qachon umidsizlikka tushmang. Sog'ayishingizga, yaxshi hayot yashashingizga, uzoq umr ko'rib, oilangiz bilan baxtli bo'lishingizga doimo ishoning."